Dala yoki fermer xo'jaligining egasiz. Quduqdan nasos orqali suv chiqarib, ekinlaringizni sug'ormoqchisiz. Ammo xarajatlaringizning katta qismi elektr energiyasining to'lovlari uchun ketyapti. Agar sizda ham xuddi shunday muammo bo'lsa, Samsolar Energy tomonidan sizga ajoyib yechim taklif qilamiz. Xuddi shunday muammo bilan bizga murojaat qilgan navbatdagi mijozlarimizdan biri bu Oqdaryo tumani, Chorshanba qishlog'ida bo'lib, bu yerga ekinlarni sug'orish uchun 18 kilovatli nasos qo'yilgan. Ammo uning elektr to'lovlari yer egalariga qimmatga tushyapti. Biz bu yerga 18 kilovatlik suv nasosi uchun 30 kilovatli quyosh panellari stansiyasini o'rnatib berdik. Nega 18 kilovatli nasos uchun 30 kilovatli quyosh panellari o'rnatganimiz sababini video oxirida aytib o'tamiz. Keling oldin 18 kilovatlik suv nasosining oylik xarajatlarini taxminiy hisoblab chiqamiz. Agar 18 kilovatlik nasos kuniga 8 soatdan ishlasa, bir kunda 144 kilovat soat, bir oyda 4320 kilovat soat elektr sarf qilar ekan. 4320 kilovat soat elektrni hech qanday tariflarni hisobga olmagan holda o'rtacha 1000 so'mdan hisoblagan taqdirimizda bir oyda nasos uchun 4.320.000 so'm elektr energiyasiga to'lanar ekan. Birinchi maydan oshirilgan tariflarda hisoblab chiqqanimizda bu summa yana ancha qimmatlashib ketishi aniq edi. Ko'rib turganingiz bu biz suv nasosi uchun qo'yib bergan quyosh panellarimiz yordamida chiqarayotgan suv. Bu mustaqil energiya bo'lib, hech qanday tarmoqqa ulanmagan, faqatgina suv nasosining o'zi uchun o'rnatilgan bo'lib, yer tagidan suv chiqarish uchun xizmat qiladi. On 18 kilovatlik nasos uchun 30 kilovatli quyosh panellari stansiyasini o'rnatganimizning sababiga kelsak, fasllarining almashishi, yog'ingarchilik, bulutli ob-havolarni hisobga olgan holda nasos bemalol to'liq quvvatda ishlash maqsadida zaxirasi bilan 30 kilovatlik stansiya o'rnatib berganmiz. Agar siz ham suv nasoslaringiz uchun hech qanday tarmoqqa ulanmagan holda mustaqil elektr stansiya o'rnatmoqchi bo'lsangiz, Samsolar Energy'ga murojaat qilishlaringiz mumkin. 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlari orqali mutaxassislardan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.